2 kunlik kuyov bola bo'lgani munosabati bilan onamlar bilan ayolimga sovg'a oldim. Surpriz qilyapman. Ular aksarlarni ko'rmoqchiman, qanaqa bo'lgani agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bu sovg'a nimaligi sizlarga qiziq bo'lsa, hozir bitta like bosib qo'yinglar. Birgalikda ko'ramiz. Ketdim. Hozir 2 kilolik birga qozon kabob qilishyapti. Hamma yaxshi. Opa. Onangizdan bu yoqqa chiqinglar-da. To'g'ri qizilni ko'ryapsizmi? Ko'chaligim. Ha, surpriz bor sizlarga, yuringlar. Ya. Nima bo'ldi? Salominglarmi? Marazilnik. Yuring-da. Sizlarga podskaska. Ash dushda nima ortiqcha? Nima bizga kerak emas deylik. Almashtirish kerak emas. Sizda. Ha. O'zi yaxshi topdi. Mashinami? Ha? Mana sizlarga. Kirojina. Otib yo'qsizmi? Men uyga eng yaxshisini har doim afzal ko'rganman. 3-chi opa, mana buni olib tashlaymiz, bo'ldi o'zi. Bo'shatyapmi? Bo'shatamiz. Sotib yuboramiz. Olib qoladiganlar bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar. Bugun mana kir mashina keldi. Bo'shdan. Biz unga xursand bo'lib, qozon kabob boshladik. O'zim ham Bo'sh bilan eski tanishman. Anchadan beri o'rtoqmiz. Men xalazinigimni ko'rsating mana. Mana. Bu Bo'sh. Bu Bo'sh. Tepada mani studiyam bor. Olib chiqib ko'rsatib kelasan. Texnikalarim. Ketdi. Men misorokami, bu ham Bo'sh. Kofe markami, blendermi nima? Bu ham Bo'sh. Hammasi Bo'sh. O'shaning uchun kir mashinani ham Bo'shdan bosib yubordim. Bosganda ham Bo'sh tarixidagi birinchi 11 kilolik stiralka. Mana bunaqa steam parovoy очистка funksiyasi ham bor. Mana bu yerda mana qaranglar. Sensorning управлениялigi necha. Pamada deganmi, qon deganmi belgilab yuvorasiz. 1400 оборотda bez shumni, bez vibratsiya ishlashiga necha. Qiymas ekan ovqat qilish olmayna? Normalmi? O'chirgandasi ham bor ekan opa. Undan keyin hozir mana shu videoni uydagilarga tashlab qo'yinglar. Agar 10 kun ichida Bo'shdan mana shu texnika oladigan bo'lsangiz, o'zi 40% skidkasi bor ekan. Nizamo 723 promo kodini kiritadigan bo'lsangiz, yana skidka bo'lar ekan. Bu degani normalniy pilotda ishonavering. Bitta borib aylanib olib ketadigan joyi, ha opa? Конечно. O'rtoqlarimga ham aytishim kerak ekan. Keyingi sovg'a nima bo'lsa, kommentga yozib qoldiringlar.